Qandli diabet kasalligida birinchi yordam qanday bo'ladi? Gipoglikemik komada bemor shikoyati, ochlik hissi, holsizlik, terlash, qo'zg'aluvchanlik, hushni chalkashishi yoki yo'qolishi, taxikardiya va talvasaga tushish, anamnezda qandli diabet, insulin dozasining oshirib yuborilishi, ochlik va ortiqcha jismoniy harakat. Tibbiy ko'rik vaqtida mushak va ko'z olmasi tonusi olgan, tez tonik va klonik tirishishlar, ko'z qorachig'i kengaygan, ketatsidozli komadan, tetaniyadan, epilepsiyadan, bosh miyada qon aylanishi buzilishidan diferensirovka qilish kerak. Bunday holatda muolaja: bemor es-hushi joyida bo'lsa shirin choy beriladi, glukoza 40%, 20-100 ml vena ichiga maydalab. Natija bermasa, adrenalin 0,1% li 1 kubik teri ostiga. Prednizolon yoki gidrokortizon glukoza 5% li 500 ml ga qo'shib, vena ichiga tomchilab. Glukagon vena ichiga tomchilab, kerak bo'lsa yuqori nafas yo'llarini sanatsiya qilish. Traxeya intubatsiyasi IVL. Agar muolaja foyda bermasa, bemor hushini yo'qotsa, endokrinologiya bo'limiga gospitalizatsiya qilish. Prezuvch Medline bilmaganingizni bilib oling.